Barchaga assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Soatimiz 8dan 8 minut o'tibdi. Bugungi video obzorda bo'lsam boshlaymiz. Kechagi dam olishdan keyin miyalarni joyiga qo'ying. Bugun sizlarga ko'rsatadigan telefonim Redmi Note 15 Pro. Ta'kidda buni xotiralariga keladigan bo'lsak 8256 bo'ladi. Keyin aynan shu bilan bir xil ishlangani bor Redmi Note 15 bo'ladi. Redmi Note 15 emas, 15 Pro'si ming-marta kuchli bo'ladi. Shuning uchun telefon olayotganda Redmi Note 15 Pro'ni olinglar. Bundan tashqari telefon zakazlar bo'lsa, olib kelib berishlar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketsanglar, arzon va qulay narxlarda olib kelib beramiz telefonlarni. Keyin bo'lsa, aytadigan narsam bizda tumanni ko'ryapsizlar. Sovuq o'ta qattiq bo'lyapti. Tashqarida qolgan odam ertalabgacha til tortmay o'lib qolyapti. O'ta yomon sovuq bo'lyapti o'zi. YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang.